Ahli baytning jasorati. Bir kuni Fotima onamiz uyda o'ynab yurgan vaqtlarida darvoza taqillab kichik Ali ibn Abu Tolib kelib qoldilar. Ular Fotima bilan biroz muddat suhbatlashgach, uy ichida amakilari Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Hadicha onamizning boshqacha ibodat qilayotganlarini ko'rib ajablandi. Ular ibodatlarini yakunlagach, "Ey amaki, sizlar qanday ibodat qilmoqdasizlar?" deb so'radilar kichik Ali. Ali: "Biz olamlarning parvardigori bo'lmish yagona Alloh uchun ibodat qilmoqdamiz", dedilar sallallohu alayhi vasallam. Bu javobni eshitgan Hazrat Ali darhol iymon keltirib musulmon bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Hazrat Alining suhbatlariga diqqat bilan quloq solib turgan Fotima onamiz otalarining oldilariga borib: "Ey otajon, men ham Allohdan boshqa iloh yo'qligiga, sizning esa uning elchisi va bandasi ekanligingizga iymon keltiraman", dedilar bolalarcha beg'uborlik bilan. Ular bu ishni ham Hazrat Aliga havas, ham yangi dinga bo'lgan ishtiyoq sababidan qilgandilar. Bu xayrli uyda Hazrat Ali va Fotima onamizning bir paytda ketma-ketlik bilan iymon keltirishlarida ham bir qancha hikmat yashirin edi. Zero bu ikki muborak zot kelajakda ahli baytning eng muhim a'zolari va asosiy bo'g'ini bo'lishi ularning taqdiriga bitilgandi.